Bilamizki, qish mavsumi yaqinlashar ekan, hayotning barcha sohalarida, xususan jamoat transporti tizimida ham mavsumiy tayyorgarlik ishlari boshlanadi. Buning asosiy maqsadi sovuq kunlarda yo'lovchilarga xavfsiz, barqaror va qulay transport xizmati ko'rsatilishini ta'minlashdan iboratdir. Hozirgi kunda birinchi avtobus saroyida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish ishlari olib borilmoqda. Birinchi navbatda shu avtobuslarni uzluksiz texnik soz holda ishlashi uchun avtobuslarni ta'minlash uchastkasida remont ishlari olib borilyapti hamda ishchilanganlar dam olish uchun issiqxonalar tayyorlanyapti. Avtobuslarni yuvish joyida ta'minlash ishlari oxiriga yetkazilyapti. Sovuq kunlarda haydovchilarga qulaylik yaratish maqsadida qum tuz zaxiralari yaratilgan. Qishki antifriz, antigel suyuqliklari mavjud bo'lib, zaxira avtoshinalari hamda kerakli ehtiyot qismlar bilan hozirgi kunda jihozlanib tayyorgarlik ko'rilgan. 2025-yilda xarid qilingan 202 ta elektrobusdan bizning korxonamizga 29 ta elektrobus xarid qilindi. Shundan 22-yo'nalishga to'liq grafik asosida 10 ta hamda 12-yo'nalishga, 81-yo'nalishga, 37-yo'nalishga, 119-yo'nalishga, 13-yo'nalishlarga qo'yish rejalashtirilgan. Hozirgi kunda 22-yo'nalishga to'liq elektrobus yo'nalishga chiqarildi. Qolgan avtobuslarni ham yo'nalishga chiqarish choralari ko'rilyapti. Jadvallar soni hozirgi kunda 171 tani tashkil qiladi. Yangi avtobuslarni qo'shilishini hisobiga 18 ga ko'payib 189 taga ko'payadi. ...2025-yil, 2026-yil qishki kuzgi mavsumda yo'lovchilarga namunali xizmat ko'rsatish, manziliga vaqtida yetib borish, xavfsizligini ta'minlash maqsadida bir muncha ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, kechki smenada avtochilangarlarga issiq ovqat, ta'mirlash uchun kerakli jihozlar, ta'mirlash ustaxonalarini isitish moslamalari bilan jihozlash bo'yicha ishlar amalga oshirildi. Qish mavsumida transport vositalarini betalofat ishlashga, texnik holati soz holatda yurishligiga sovutish suyuqligi, antifrizlar, qum tuz aralashmalari, tezkor holatda ta'mirlash uchun kerakli ehtiyot qismlar va avtochilangarlarga shu bilan birga qo'shimcha yo'riqnomalar o'tkazib, sovuq kunlarda qanday holatda tartibli va sifatli ishlar bo'yicha qo'shimcha ko'rsatmalar berildi. Bundan tashqari, yo'nalishda texnik nosozlik bilan qolib ketgan transport vositalari uchun texnik yordam mashinalar ham bir muncha ko'zdan kechirib tayyor holatga keltirildi. Transport vositalari nosozlik bilan kirgan holatda yoki haydovchilarning holatida o'zgarish bo'lsa, shu bo'yicha bizda haydovchilar xonasi tashkil etilgan, haydovchilar ta'minlangan holatda xonalarda kutib o'tirishadi, kerakli choralar ko'riladi. Bugungi kunda xabaringlar bor, Toshkentga 202 ta elektrobus avtobuslar yetib kelgan. Shundan ikkinchi avtobus saroyi 25 ta avtobusni o'ziga qabul qilgan. Bu 25 ta avtobusni 30 va 129 yo'nalishga qo'yildi va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatyapti. Shu bilan birga yo'nalishga Toshkent aholisi uchun ikkinchi avtobus saroyi 218 ta mashina chiqaradi. Hozir mashinalarni yangilangani hisobiga 11 ta grafik qo'shib 229 ta avtobus Toshkent aholisi uchun xizmat ko'rsatadi. Shu bilan birga bugungi kunda ikkinchi avtobus saroyiga 25 ta quvvatlash uskunalar o'rnatildi. Ulardan tashqari quvvatlash uskunasiga qo'shimcha yong'in xavfsizligini oldini olish maqsadida o't o'chirish moslamalari va kerakli jihozlar bilan jihozlandi. Shu munosabat bilan Toshshahar Transxizmat aksiyadorlik jamiyati tomonidan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari boshlab yuborildi. Hozirgi kunda jamiyat tasarrufidagi 8 ta avtobus saroylarida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2025-yil, 2026-yilga 4-avtobus saroyida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik davom etmoqda. Remzona, avtokorxona hududi ta'mirlashlari, bo'yoqchilik ishlari qilinyapti. Ta'mirlovchilarga issiqxona ajratilgan maxsus. Qishki zaxiramizga qum, tuz va avtobuslarga antifriz, dizel yoqilg'ili avtobuslarga antigellar zaxiralari yaratilgan. Bizning avtobus yuvish shoxobchasida issiq suvlar sharoitlari yaratib berilgan. 202 ta yangi kelgan avtobuslardan bizga 25 tasi ajratildi. Ularga elektr quvvatlash apparatlari 20 ta ish faoliyatida edi. 25 ta avtobusga qo'shimcha yana bir 15 ta elektr quvvatlash uskunalar o'rnatish jarayoni ketmoqda. Ushbu 25 ta kelgan yangi avtobuslarimiz 84 va 145 yo'nalishlarga biriktirilgan. Shuningdek, omborxonamizda avtobuslarga shu avtoshinalar va akkumulyator batareyalari shay holatga keltirilgan.
Xabaringiz bor, Toshshahar transport xizmati aksiyadorlik jamiyati 202 ta yangi elektrobus avtobuslarini xarid qilib, bulardan 21 donasi 5-avtobus saroyiga biriktirilgan. Hozirgi kunda ushbu 21 dona avtobus qo'shilish munosabati bilan filial tomonidan yo'nalishga chiqariladigan 17 ta yo'nalish soni 18 ga ko'paytirilib, ish kunlari uchun 163 ta harakat jadvali 177 taga yetkazildi. Va shu bilan birga elektrobuslarga hozirda mavjud bo'lgan 20 dona zaryadlash stansiyalariga yana qo'shimcha 10 dona zaryadlash stansiyalari o'rnatish jarayoni olib borilmoqda. Bundan tashqari filial hududida joylashgan 14 dona yong'inga qarshi qalqonlar yangilandi. Filial hududidagi ma'muriy bino inshootlar, avtobuslarni yuvish joylari hozirgi kunda ta'mirlanib, qish mavsumiga munosib tayyorgarlik ko'rildi. Shuningdek, qishning sovuq kunlarida filial ishchi xodimlarini kechki ovqatlanish, issiq choy, issiq kofe bilan ta'minlash maqsadida korxonaga tegishli oshxona jihozlanib, barcha zaruriy uskunalar bilan ta'minlangan. Kuz-qish mavsumida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar va yong'inlarning oldini olish maqsadida barcha avtobuslardagi va filial hududidagi birlamchi o't o'chirish vositalari xatlovdan o'tkazilib, kerakli zaxiralar bilan ta'minlab qo'yildi. O'tgan mavsumda avtobuslarning g'ildiraklarini ta'mirlashda eski turdagi kompressordan foydalangan bo'lsak, bu yil kuz-qish mavsumiga munosib tayyorgarlik ko'rish maqsadida yangi turdagi kompressorlar jihozlandi va avtobuslarning g'ildiraklari ushbu kompressor orqali dam berib ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda avtobuslarning g'ildiraklarini ta'mirlashda avtoshinaning rezina qismini ajratib olishda ushbu uskunadan keng foydalanib kelinmoqda va bu o'z navbatida ishchi xodimlarning ishlarini yengillashtirib, ish jarayonini tezlashtirishga yordam bermoqda. Avtobus saroylarida issiqlik tizimlari to'liq ko'rikdan o'tkazilib, qozonxonalarda profilaktik ta'mirlash ishlari bajarilmoqda. Shuningdek, binolarning eshik va oyna romlari ta'mirlanib, ishchilar uchun mo'ljallangan dam olish va ma'muriy xonalar qayta jihozlandi. Barcha obyektlarda issiqlik uskunalari o'rnatilib, samaradorlik oshirildi. 7-avtobus saroyida 2025-2026 yilgi kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha bir qancha chora-tadbirlar belgilab olingan. O'shalar asosida hozir ishlar tashkillashtirilgan. Misol uchun avtobuslarga issiqxonalar tashkil etilib, ularni o'sha isitish moslamalari, PGSlar bilan jihozlangan. Bundan tashqari haydovchilarni o'sha sovuq kunda avtobus parkiga kirganda avtobus haydovchilari dam olish xonasi, shu bilan birga sovuq kunlarda o'sha choy, kofe qilish uchun sharoitlar qilingan. Bundan tashqari qishki tayyorgarlikda avtobus hamda chilangarlarni sovuq kunlarda ovqat bilan ta'minlash maqsadida oshxonamiz tashkil etildi. O'sha oshxonada sovuq kunlarda issiq ovqat bilan ta'minlanish rejalashtirilgan. Shu bilan birga mavsumga munosib tayyorgarlik ko'rish maqsadida ma'muriy binolar, chilangarlar xonasi, haydovchilar xonasi isitish tizimi bilan ta'minlandi. Xonalar bo'yaldi. Avtobusni yuvish va ta'mirlash uchun mo'ljallangan bokslar, xonalar ta'mirlandi. Shu bilan birga poytaxtimizga kelgan yangi 2 ta elektrobusdan 7-avtobus saroyiga 28 tasi tasarruf etishga belgilangan. Ular hozirgi kunda 127-yo'nalishga qo'yilib, yo'nalishga tasarruf etilgan. Bundan tashqari favqulodda vaziyatlarni oldini olish maqsadida har bitta boksdan oldiga o't o'chirish moslamalari bilan jihozlangan. Shu bilan qum-tuz aralashmalari parklarda kerakli joylarga taqsimlangan. Xabaringiz bor, hozirgi kunda barcha avtobus saroylarida, jumladan 8-avtobus saroyida 2025-2026 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha jadal ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 8-avtobus saroyida va tasdiqlangan ish rejasiga asosan tayyorgarlik ishlari tashkil qilingan. Ya'ni omborda kerakli antigel ishga tayyorgarlik bo'yicha qishga keyin jumladan 8-avtobus saroyi hududida obodonlash ishlari olib borilmoqda. Xona inshootlarini ta'mirlash ishlari, isitish tizimlari yaxshilanmoqda. Shu bilan birga yo'nalishlarda avtobuslarni muntazam harakatini ta'mirlash maqsadida omborda kerakli zarur ehtiyot qismlarining zaxirasi shakllanmoqda. Qum, tuz aralashmasi hamda antigel suyuqliklarni zaxirasi yaratilmoqda. 8-avtopark markaziy omborida kuzgi, qishki tayyorgarlik bo'yicha texnik spert, antigel, antifrizlarimiz bor. Ishchilarimizga mana bunaqa qishki etik, bo'shlat, kitillarimiz bor, perchatka, mana bu yerda har xil moylarimiz bor. Bundan tashqari zarur ehtiyot qismlarni zaxirasini shakllantirganmiz. Opporniy disk, podushka, motor qismiga kerak bo'ladigan zapchastlarimiz bor mana. Hadovoyga kerak bo'ladigan zapchastlar bor.
Mana bu yerda воздушный sistemaga kerak bo'ladigan zapchastlarimiz hammasi elektristik tarafdan ham bor. Hamma zapchastlarimiz shakllangan. Xabaringiz bor, Toshkent shahriga yangi 202 ta elektrobuslar olib kelindi. Shulardan 25 tasi 8-avtobus saroyiga ajratilgan bo'lib, yaqin kunlarda 25 ta ajratilgan elektrobuslar eski rusumdagi Mercedes avtobuslarni o'rniga yo'nalishga chiqariladi hamda mavjud 26 ta yo'nalishlarda jadvallar soni oshib, kunlik avtobuslarning chiqishi 228 tadan 243 taga ko'payadi. Shu bilan birga omborxonalarda mavsum davomida zarur bo'ladigan ehtiyot qismlar, shinalar, antifriz, yog' va boshqa turdagi texnik anjomlar yetarli miqdorda zaxira qilingan. Bu esa avtobuslarning uzluksiz faoliyatini ta'minlashda xizmat qiladi. Hozirda har bir avtobus saroyida mavjud avtobuslar bosqichma-bosqich texnik ko'rikdan o'tkazilmoqda. Issiqlik tizimlari sinovdan o'tkazilib, mavsumiy kamchiliklar bartaraf etilmoqda. Bu yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarchiligimiz jarayonida qilingan ishlarimiz, ikkita issiqxona jarayonida qum tuz zaxiralarimiz bor, antifriz, spirt zaxiralarimiz bor, avtobuslarning yuvish shoxobchasida issiq suvga qilingan moslamalar bor, ustalar xonasida isitish moslamalari, ikkita PGS apparatimiz tayyor, dizel generatorimiz ham tayyor shay holatda turibdi. Elektr zaryadli quvvatlagichga yana qo'shimcha 8 ta o'rnatildi. Bu ham hali jarayonda ketyapti. Qishgacha to'g'rilanib qo'yiladi shu ishlar. Toshshahar-Transga berilgan 202 ta avtobusdan 26 tasi 12-avtobus saroyiga biriktirildi. Mazkur avtobuslar 47-48 yo'nalishlarga biriktirilib, shu yo'nalishda xizmat ko'rsatilishi ko'zda tutilgan. Joriy yilning 2025-2026 yilga kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish jarayoni Toshshahar-Trans xizmat aksiyadorlik kompaniyasining hamma avtobus filiallarida, jumladan 18-avtobus saroyi filialida ham jadal ishlar olib borilmoqda. Shu bilan birgalikda qishga tayyorgarlik jarayonida ma'muriy bino hamda ta'mirlash ustaxonalari, avtobuslarning yopiq turar joy majmuamizda ham isitish uskunalari shay holatga keltirilgan. Toshkent shahriga keltirilgan 202 dona elektrobus avtobuslaridan 18-avtobus saroyiga 24 ta elektrobus ajratilgan va ular hozirgi kunda yo'nalishlarga biriktirilib tasarruf etilmoqda va ularga zaruriy bo'lgan o'sha elektr zaryadlash uskunalari ham shay holatga keltirilgan va soz holatda ishlamoqda hozir. Kuz-qish mavsumiga zaruriy bo'lgan zaxiralar yaratilgan. Bunga o'sha avtoshina, akkumulyator batareyalari, antifriz suyuqliklari o'sha sovutish tizimiga kerakli bo'ladigan hamda o'sha dizel yoqilg'isiga qo'shib ishlatiladigan o'sha yaxlab qolish, muzlab qolish holatini oldini olish maqsadida antigel zaxiralari yaratilgan. Jumladan 24 ta elektrobus kelish munosabati bilan ikkita yo'nalishimiz, ya'ni 17 ta yo'nalishi hamda 124-yo'nalishlarimiz butkul yangilandi avtobuslar. Kunlik 227 ta avtobus yo'nalishga chiqarar edik. Hozirgi kunda 238 taga ko'paytirildi jadvallar soni. Bu ham bir xalqimizga, yurtimizga, yo'lovchilarimizga bir qo'shimcha sifatli qulaylik yaratish bo'ldi. Ta'kidlash lozimki, Toshshahar-Trans xizmat aksiyadorlik jamiyatida kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlari belgilangan reja asosida izchil amalga oshirilmoqda. Bu orqali poytaxt yo'lovchilari qish faslida ham qulay, xavfsiz va barqaror jamoat transporti xizmatidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.